wedding day. Bu aslida to'yxona. Lekin bugun, ya'ni bu tadbirda kelin kuyov o'tirmaydi. Sababi kelin kuyov yo'q. Ularda joyi bo'sh turadi. Bugun 15-oktyabr. Buni bugun bo'lishini taxminan 15 kun oldin eshitgandim. Dasturxonlar bezatilib qo'yilgan. 15-oktyabr 18:00 ga taklifnomalar chiqarilgan, lekin hozir soat 16:45 da. 1 soat 15 minut oldin keldim. O'sha biror bir tashkiliy ishlar bo'lsa, o'shanga qarashgan. Kesam dasturxonlar tayyor ekan, hamma narsa deyarli tayyor. Aksentlarni o'zlari tayyorlashyapti, maketlarni o'ylab kelib qo'yapti ekan. Menimcha yangi obyektda, qurilishda, uyda kichkina bir taqdimoti bo'lsa kerak. Shu vaqtgacha men O'zbekistonda bunday qilib gapirib videoga olmaganman. Ko'ramiz. Menga ham bormi? Tashakkurnomami? Ha, yo'qmi? Voy. Xullas, ko'rib turganlaringdek hozir havo bulut. Kecha ham yomg'ir yog'gandi. Undan oldingi kuni ham havo bulutroq edi. Qanaqadir zakazlar havo deylardi. Xullas, hozir Mir Metalda 10 yilliga boshlanishiga yarim soatlar qoldi, lekin odamlar kelishga shoshilmayapti. Xo'p, bu videoni olishdan asosiy maqsad nima? Mir Metal o'sha ish boshlanganiga 10 yil bo'lgan bo'lsa, 10 yil davomida juda ko'p odamlar bilan birga ishlagan. Undan tashqari bizda qarindoshlarimiz ham bor. Qarindoshlarimiz ham hammasi kela olmaydi. Dilshotagidan video kamera gaplashilgan desam, yo'q dedim. Shunga qisqagina video olmoqchiman. O'sha boshqa davlatdagilar uchun, aytaylik, bu yerda ishlab ketgan va hozirda Rossiyada ishlayotganlarim bor. O'shalar uchun, qisqa qilib aytganda, bu yerga kela olmaganlar uchun video tayyorlamoqchiman. Va o'zim ham, shu jumladan o'zim ham o'tgan safar, ya'ni 5 yilligi bo'lganda, bundan 5 yil oldin kela olmaganman. O'zbekistonda bo'lmaganman. Va men juda ham xohlaganman, o'sha yerda kimdir videoga olib menga tashlab yuborishdi. Lekin hech kim tashlab yubormagan. Prosta rasmlarda o'sha bu yerda ishlayotganlarning glavnisiga qo'yilgan rasmlarni ko'rganman, bo'ldi. Boshqa hech narsani ko'ra olmaganman, ko'rishni juda ham xohlaganman. Xullas, shunaqa bu videoda tayyorlashdan maqsadimni tushuntirib berdim. Hozir bitta qiziqarli holat bo'lib qoldi. Shunda to'yxona oldidan bitta odam o'tib ketayotganda so'radi, "Kimni to'yi bo'lyapti bu yerda?" dedi. Oldimdagi bitta akam ishchi, "Yo'q, bu yerda to'y emas" dedi. U hayron qoldi. Keyin men aytdim, "Tashkilotda korxonani tadbiri" desam, "Okey" dedi. Tushunmadi baribir. Aytdim, 10 yilliga o'shaning uchun tadbir qilyapti desam, "Ha" dedi. Keyin ketdi. Gulistonda shunaqangi, umuman Gulistonda yoki O'zbekistonda bunaqangi narsalar shakllanmagan. Aytaylik, Yevropalarda, Turkiya, boshqa davlatlarda bu narsalar oddiy hol, 1 yilligi bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi va har bayramlarda ham ular yig'ilib turadi. Men xohlardimki, mayli har yili emas, shu 3 yillikmi, 5 yillikmi, hatto 10 yillik bo'lganda shunaqangi bir katta tadbir qilib, hamma tanishlarni chaqirib, kim bilan ishlagan bo'lsa, shularni chaqirib, bir chiroyligina taqdirlash marosimini, tashakkurnomalar berib, chiroyli o'tkazishlarini xohlar edim. Hali tadbir boshlanmadi, bilmayman qanaqangi tadbir bo'ladi. Men umuman tashkillashtirishda yoki rejalashtirishda qo'shilmaganman. Ko'ramiz. Mana qo'ygan. O'zbekistonda yangi zaxodlar bor. Yangi soat bergan? Yo'q. Hamma bu. Yangi soatlar har bitta mijozga albatta alohida e'tibor ko'rsatsalar, bir nechta mehmonlarimizga bugun tashakkurnomalar taqdim etiladi. Agar imkon bo'lsa menga bersa ma'lumotlarni, birga ketib ushbu tashakkurnomalarni bu boshlanishi aslida. Hamkorlarga atalgan yana sovg'alar bor ekan, menga ma'lumotlar bersangiz, men ushbu hamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatda tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Baxt Oq oltin Invest
Hamkorlik uchun rahmat. Xush kelibsiz. Sovg'a bor, sovg'a albatta. Har bitta tashakkurnoma olgan hamkorlarga sovg'alar bor. Davom etamiz azizlar. Davr xususiy ishlab chiqarish korxonasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Davr xususiy ishlab chiqarish 200-raqam 200. Albatta raqamni olib bizga ko'rsatish shart. Kim qo'lida bo'lsa bu 200. Balki ichkaridagilar ishlaydigan ana ko'rimsiz ichkarilar. Qarsiylar bo'lsin. Zamonaviy kir yuvish mashinasini mana olib chiqdilar. Albatta. Muborak bo'lsin. Ikki suhbatlashaylik. Ismingiz nima aka? Akmal aka, xush kelibsiz. Mirmetal xususiy korxonasi haqida qisqagina nima deya olasiz? Ishonchli, samarali, klientlar uchun eng yaxshi hamkor desam bo'ladi. Bundan ortiq ta'rif bo'lmasa kerak. Qisqa lo'nda chiroyli. Rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Sovg'alar bor bo'lsin. Eslatma, tashakkurnoma qabul qilgan mehmonlarimiz albatta sovg'alaringizni qabul qilishni so'raymizki, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Dasturxonga taklif qilaman bugun. Qo'li shirin, qo'li gul oshpazlarimiz. Xizmatdagilarga bolalarni tashishsin, bu akalarni. Eng qizig'i odam boshi kim degan ekan. Haqiqatdan mashaqani oldiga borib ketadi. Faqat hamma yetmasa, hamma yerda yetkazadi. Aka orqasiga boramiz. Hech qanaqa bir qulayliklar bilan uylar taqdim etganlar uchun hamisha yuzlari nurli, ishlar unumli bo'lsin, el oldida hurmatli izzoda bo'lsin, topganlariga barokatli bo'lsin. Men hammalariga iltimos qilgan bo'laman, kimki shu bolani o'qish kerak bo'lsa, hech qaysilaring qo'llaring ochiq holda turganda Allohdan Xudodan qo'llarimiz quruq qaytmasdan shu yigitlarni yana omadli bo'lib, omadlarini berib, hamisha shu hozir kelayotgan dasturxonlari, ehson dasturxonlari ham Allohning dargohiga qabul qilsin, bundan-da nomlari ulug' bo'lsin. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Hojona bir daqiqa iltimos qilaman. Avvalambor tashrif uchun, niyatlar, duolar uchun minnatdorchilik bildiraman. Xonadon haqida bir ma'lumot bering. Qanaqa xonadon xarid qilgansiz, qanaqa sharoitlar yana qanaqa takliflar bor korxonaga? Buni ichi to'la nima ekan degan savol paydo bo'lishi mumkin. Yordam beringlar. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi deydi. Ana endi ustalarimiz bu qurol aslaha bilan ishlasa albatta yanada mehnatlar yengil bo'ladi. Biz kuch-quvvat, sog'lik tilaymiz. Bir nechta loyihalar qurilish arafasida, qurilish jarayonida albatta bunda shunday ustalarimiz mehnat qiladi. Tashakkur. Xush kelibsizlar. Rahmat. Mas'uliyati cheklangan jamiyatda tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Aziz Timur Fayz vakillar bo'lsa taklif qilamiz. Marhamat. Kelyaptilar. Boyev Zokirjon xususiy korxonasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Bir metal xususiy korxonasi bilan yaqindan hamkorlik qilgani uchun Xolboyev Zokirjon xususiy korxonasi. Xush kelibsiz. Hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Albatta sovg'alarni ham qabul qilasiz. Yoshlar nigohi mas'uliyati cheklangan jamiyatda tashakkurnoma bilan 78 kvadratdan boshlanadi. Ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman. Biz hamma loyihamizni boshlashimizdan oldin 10 kun 337 kimda? 337. 337. Nahotki ichkarida yo'qmi? 337 kirib chiqing hozir. Akalar 337 kimda? Xolodilnik o'ynalyapti o'rtoqlar. Qaranglar, diqqatli bo'linglar. Mana olib keldi o'zlari mana. Premier. Assalomu alaykum. Mana 337. Taqarsak bo'lsin. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz.
Haydarul aka, bugungi sana, bugungi tantana siz uchun esda qoladigan bo'ldi. Tashrif uchun rahmat. Qarang, omadli raqam 337. Ikki fikrlar bo'lsa, marhamat, Mirimetal haqida, bu korxonaga minnatdorchilik so'zlar bo'lsa. Avvalambor assalomu alaykum. Tashrif buyurgan mehmonlar, aka-ukalar. Bundan keyingi ishlariga Minimetal jamoasiga omad yor qiling. Alloh ishlarini barakasini bersin. Doim to'g'ri yo'lda yursin. Sado ukamga ham omad tilayman. Omadini bersin. Barchamizga omadimizni bersin. Mana shu yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik. Rahmat. Sizga ham rahmat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Minnatdorchilik bildiramiz. Bo'ydoqlar bilaganlar ham. Bo'ydoqlar. Zakasdan kelgan. Emas u. Ichida. Xonaga qo'yadi. Bundan borsa 1 yil oldin, ya'ni 2024-yil 15-oktyabr kuni Ahillik turar joy majmuasining sotuvi boshlangan edi. Hozirga kelib 135 ta xonadonning barchasi sotilib, qurilish ishlari jadal davom etmoqda. Yaqin vaqtlarda ikkinchi bo'limdagi 135 ta xonadon sotib ochilishi rejalashtirilgan. Mobilograf.